Hayırlı ekan, men Tatarstan Kitap Nashriyati general direktorining birinchi o'rinbosari Oydar G'iymadov. Men sizni hozir o'zimizning nashriyatda bosib chiqqan bir yangi kitoblar bilan tanishtirib o'taman. Eng qiziqli kitob deb sanayman. Bugungi kunda bu da bo'lsa olim tarixchi Ravil Faxriddinning Tatar tarixi to'g'ridagi kitobi. Bu kitob o'zi yo'qagina bo'lsa-da, bu o'quvchilar uchun, oddiy o'quvchilar uchun deb yozilgan kitob. Ham o'zining tomirlarini bilasi kelgan tatarlar uchun, umuman tatar tarixi bilan qiziqsingan bilgishlar uchun bu qiziqli kitob bo'lacak. Chunki ko'p tomlar bilan anlatib berib bo'ladigan alohida yozmalarni shu kichkinagina kitobchini avtor shulay jimgina etib siydirar bilgan. Ham bu oddiy til bilan yozilgan, anglashli til bilan yozilgan. Bunda tarix bizning boshlana u Türkiye xalqlarının umuman bizning eraga qadar 5-4 ming yilligidan boshlab bugungi mana hunlardan olib biz ularga o'xshaganmi, biz ular bilan tuğanlarımı tanış, bizning mana bugungi Tatardagi milliy bezaklar, traditsiyalar, ular qo'yan keladilar. Ular barisidan mana shundan kelar ekan. Ular tarixi bek ulug' ekan. Ular 1000 yillik, 100 yillik tarixi bor ekan. Bu shuni dalilli, ham bu dalillarni izlab topamiz. Ham ular barisida shunday, bunda barisida dinamikada, barisida qiziqli voqealar, ham ahamiyatli voqealar bilan barisida u Turkiy xalqining Altaydan ko'chishi, aning sabablari, Uyg'ur qabilalari bilan qatnashuvlari ham umuman endi Turkiy xalqlarining mana bu Atilla dedik boshlig'i hatto endi Avropaga kelib yetuv turida ma'lumotlar. Bu endi shunday tarixiy izliklar ravishda olib boriladi. Bunda hunlardan, qiymatlardan, qipchoqlardan, ondan so'ng Oltin O'rda tarixi, ondan tarqalgandan so'ng xonliqlar, Qozoq xonligi, Qrim xonligi ham endi bu kitob tugallana Şuşa Qozon xonligi tarixi, Qozon xonligi olingandan so'ng bo'lgan period bilan. Bular barisida shunday qiziqli infografika bilan berilgan, rasmlar bilan berilgan dalilli ham bu keng qatlam o'quvchilar qiziq bo'lacak. Shokirlar qilib o'qig'iz ham ikkinchi kitob bizning shulay bir qiziqsini uyatgan kitob bo'lsa Rabit Batullaning Quloqchin Tafi degan kitobi. Bu şunisi bilan o'zgarishli, bu karton kitob. Bolalar uchun umuman mana shunday karton kitob, ham tatar tilida chiqqan kitoblar ko'p tug'iladi. Biz biz buni hozir boshlagan edik bu. Albatta biz buni davom ettirgan. Biz bunday formatda bu bolalar uchun qiziqli. Bunda mana Yuliy Shikenko nomli rassam, bu shunday qiziq etib ishlagan rasmlar, shunday bolalarning ko'nglini yotishlar shunday bilan ularni sipisi kelar, bu ularning har qismini o'zi shunday nelar uchun endi bilan o'yinchoq kirdilar, ham jonli o'yinchoqlar kirdilar. Bular ham endi mana tip ma'nosida bu bolalar uchun aytganingni to'g'ri o'z tuğanlarını satma, ham terbiyeli bo'l degan mana shunday ma'nosi da bor. Ammo shunisi qiziq, bu kitob ulkanlar uchun qiziq bo'lacak. Chunki bunda ular o'zlariga dik kelgan ma'nolar, kelgan fikr olacaklar deb sanayman. Chunki Rabit abi oddiy tugul, oddiy bizning edib tugul, ana anglash uchun, ham avtorlar anglash uchun bu kitobni bir taqdirlar tugul, ham balki kim tag'in tuguna tushunsa kerak, balki birinchi taqdirda chiqsa mashallah. Bu kitobni bizning ko'pdan kutib oldik. Mana bu ikki kitobni buni taqdim etgan bizning ordan qolgan albatta boshqa kitoblar bor, biz olib turib aytamiz. Bu kitoblar bizning Qozonda Dekabristdan uran ikkinchi yurtdagi kitob kibitida bor, ham Bobur uramidagi bizning ikki kitob kibitida bor. Bu yangi saylanib bitta tuguna ochildi. Bekshak zamoncha jihozlantirilgan shunday yoqti qiziqli bezaklar ishlangan kitob kibitimiz yangi ochildi. Rahimimiz Gumi
Гумбинасында 3-нче катта. Әгәр дә балаларыгыз белән килсәгез анда балалар өчен өстәл бар, рәсем ясап утырган теләсәгез анда янәшәдә генә ашап эчеп алырга була. Һәм без анда гомумән алга таба әле аның үзенең бер сәхнәсе бар. Без менә шундый әдәби кичәләр, автобус сессияләре үткәргән ният торабыз. Алга таба безнең яңалыкларыбызны карап барырсыз. Biz sizni менә бу кызыклы китаплар белән барысында шунда сөйләрбез һәм шунда очрашырбыз сезнең белән. Һәм аннан кала әгәр дә сез бу китапларны алырга теләсәгез, инде безнең тагын бик шәп мөмкинлек булды булса tatkiniga.ru дигән сайт. Ул сайт аша сез аны басма хәлдә дә китапны электрон хәлдә дә үзегезгә заказ биреп сатып ала аласыз. Рәхим итегез.